Hammaga salom do'stlar, men atim Kamput, yangi joyimga xush kelibsizlar do'stlar. Mana Bedrock qo'shiq ko'rayotgan bo'lsanglar, men bu yerdan qocholmayman, chunki bugun biz sizlar bilan dropper o'tamiz va bu oddiy dropper bo'lmaydi, juda ham qiyin, eng qiyin dropper bo'ladi hayotingizda do'stlar. Birinchi marta bunaqa narsa ko'rasizlar. Shuning uchun albatta like va obuna bosib qo'yinglar videodan boshlashimdan oldin. Bo'lmasa boshlaymiz. Aytaman, u dropperdan nima bo'lishini ko'rmagan bo'lsanglar, hozir ko'rib olasizlar. Sizlarga ko'rsataman. Hoppa, hozir boshlaymiz. O'ta lazer, bedrock, tikon, hamma narsa bo'ladi xullas. Hoppa, ana bedrock bor ekan. Yonida tikon olishga tushim kerak emas. Eng pastida suv bo'ladi. Shu suvga tushim kerak. Men ehtiyotkorlik bo'lib, sekin, oy yo'q, tikonga tushdim. Mana do'stlar, shunaqa bo'lish kerak emas. O'shaning uchun pastga suvga tushish kerak. Bu juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq men o'taman bu sekin. Ana yo'q, mana tikon borish kerak ekan do'stlar. Tikonga ham tegish kerak emas pastga. Bu juda ham qiyin bo'ladi. Davay suvga, obbo, yana tikonga tushib qoldim. Tikon shunday narxga tarafda turibdi. Suvga tushish juda ham qiyin. Endi sil orqa, obbo, yana tikonga tushib qoldim. Shunaqa xullas do'stlar, bugun eng qiyin shunaqa dropper o'tamiz va mashinaman tushim kerak. Iltimos, tushdim. Bu mana suvga nimaga baq bo'lyaptimi? Ozgincha tikonni ham tegib ketdimi deyman-da. No, bu bo'ladimi, bo'lmaydi. Obbo, yana tikonga tushib qoldim. Xullas shunaqa eng qiyin dropper. Bugun bunaqa dropperlardan hali ko'p bo'ladi. Birinchi men buni o'tolmayman даже do'stlar, namuncha qiyin bo'lib yotibdi. Chunki birinchisini o'tishim ham qiyin bo'ladi. Davay, mayli ketdi, hech narsa qilmaydi. Axir bu eng qiyin dropper-ku, o'tishim juda ham qiyin. Ana o'tdim do'stlar, yes, bo'ldi. Наконец, men bu dropper o'tdim. Qanaqa qilib endi men bu yerdan chiqaman? Bu yerda lava tikonlar bor-ku, axir nima tikonlardan sakrab chiqishim kerak. Endi mayli, davay tezroq. Ana bo'ldi. Tikonlarning qalinligini qaranglar, kattaligini qaranglar. Tikonlarning o'zi kichkina bo'lish kerak, yoshi kattagan. Keyingi dropperga o'tamiz. Bo'lmasa ikkinchi o'ringa ham yetib keldik. Spam pound qo'yib qo'yishim kerak do'stlar, chunki agar bunda o'lib qolsam, mashina tirik qolishim uchun, mashina paydo bo'lishim uchun. Davay, nima bu endi? Bu ham bedrocklik, ya'ni mayli o'tamiz. Birinchi chun olishim kerak. Qattiq endi bu yerda tushunarli vashi to'g'ri tarafga chuma pastda lava, suv mana tarafda ekan. U tarafga tushimiz kerak. Tushdim men suvga. Yo do'stlar, suvga men tushmayman, lekin hozir mana tushaman suvga. Suvga tushmadim. Tushdimmi yana suvga? Mayli do'stlar, chota yomon bo'lyapti. Bu o'xshamayapti negadir buni o'tish. Davay. Mayli, lekin bu birinchisidan yengilroq ekan. Bilmadim nimaga bu ikkinchi o'rin, lekin birinchisi yengilroq. Birinchisi juda ham qiyin ekan. Bu uncha qiyin emas, prosta men o'tolmayman. Ana bo'ldi, o'tdim. Prosta men o'tolmayman. Bundan hamma lava, katta suv, vashi suv kichkina edi. Ay, obbo, nimaga lavaga tushib ketdim. Yarim jonim qoldi, hammasi lavaga nimaga tushib ketaman. Hozir kerak mana shu menga o'chirishim kerak, spam pound qo'yib qo'yishim kerak. Bu yoqqa keyingi dropperga o'tamiz. U ishlarni qarang. Bu lazerli dropper ekan. Axir lazerli dropper, lekin bu juda ham qiyin bo'ladi. Chunki do'stlar, lazer menga deb qolsa tamom bo'ladi. Chunki lazerli ko'rmasdan sekin o'tolishani. Baribir o'tmas ekan, vashi aniga tarafda ekan. Mayli do'stlar, men lazerdan o'tib ketaman agar tez o'tsam. Mana tez o'tsam lazerdan o'tib ketar ekanman. Qiyin deb o'yladim. Lazer menga tegsa, вообще g'alati bo'ladi. Lekin tez o'tsanglar lazer sizlarga hech nima qila olmaydi ham. Shuning uchun srazu keyingi o'ringa o'tamiz. Keyingi o'rin nima ekan o'zi qiziq. Men qaysi tarafga yurishim kerak? Bu yoq tarafgamida. Mana 3-o'rin. Qayerga yetib keldim? Tushunmadim. Qani ochib ko'ringlarchi. Nima bu endi? Shaharmi? Katta bino turibdi bu yerda. Mana suvni bu oddiy ekan, prosta birinchi marta o'zingizlar bilasizlar. Birinchi marta men tanishib chiqishim kerak. Qanaqa dropper, katta suv bor bu. Obbo, mayli bo'ldi. Uni ham o'ta oldim do'stlar. Spam pound qo'yib qo'ymadim. Shu qo'yib qo'ymasanglar o'sha tirik qo'yasizlar. Mana suvga tushamiz.
Suvning chetiga tushdim do'stlar. Yana kichkina suvni tanladim. Eng chetiga tushdim. Men suvni ibotdan qanaqa qilib chiqib olishim kerak, nariga tarafga o'tishim yoki bu tarafdanmi? Obho, tikonli juda ham qalin va katta tikonli ekan, lekin bu yerdan qanaqa qilib men o'ta olishim kerak? Men shuni tushunmayapman. Ana chiqish nima? Tikonlardan sakrab o'tishim kerakmi? Yer yo'qolganini bu yerda mayli, tikonlardan tezroq sakrab o'tamiz, sekin-sekin. Ana bo'ldi. Tikonlardan sakrab o'tdim. Chunki mana qaranglar, sekin-sekin o'ng tomondan qaranglar, tikonlar bor, o'shancha sakrab o'tish kerak ekan. Mayli, keyingi o'ringa o'tamiz. Bu ham qiyin bo'lgani yo'q. Eng qiyini hozirchalik birinchi bo'lib turibdi. Bu nima bu? Nima bu? Tushunmayapman nimaligini, hayolimga ham keltirmayapman nimaligini. Mayli, bilaga tegmasdan o'tsam bo'ldi axir. Pastda suv bo'lishi. Ana suvga tushdim. Suv sal qoldi, ozginchagina qoldi. Yana shu binomi do'stlar. Yana spam qo'ymayman. Mayli, oddiy kubotdan o'tish, tez o'tib olamiz. Botdan esdan chiqish kerak emas o'sha narsani qo'yish. Bo'lmasa o'lib qolsanglar eski joyga tirik qolasizlar. Shuning uchun tezgina buni o'tib olamiz. Keyingi o'ringa tezroq o'tamiz. Spam yoqib qo'ya qoling tezroq mashtan. Bo'ldi. Men keldim bu yerdan. Bu ochuncha qiyin emaskin. Qiyin emas. Vashsha oson ham bo'ladi. Shun davay o'tamiz. Mana iltimos. Do'stlar, eng qiyin baribir dropper. Lekin bu eng qiyin emas ekan. Hali mayli ketdik. Tushunmadim men qayerga uchunga. Mana o'tish tushunarli, hammasi yaxshi. Mana joyini topib oldim. Chiqish keyingi o'ringa o'tamiz. Keyingi o'rin nima bo'lmasa spam tezroq yoqib qo'ya qolli. Ana bo'ldi. Nima bo'ldi? Voy ochil bo'tdi. Voy lazer, tikon, redstone, hamma narsa bor ekan. Lava, suv. Suvga tushish oson bo'ladi-yu, lekin men suvga tusha olmayman. Men o'tish bilmayman, lekin dropper qiyin tuyulyapti. Rostdan ham qiyin-da. Ana bo'ldi. Suvga ham tusha oldim. Minecraft ozgincha qotib ham, chunki shunaqa katta dropper. Mayli chiqsa nima ham bo'tdan qanaqa qilib chiqib olishim kerak? Yonimda lava faqat mametta. Suv qanaqa qilib nima bo'tdan chiqaman tushunmayapman do'stlar. Qanaqa qilib o'stan bo'tdan chiqishim mumkin? Mametta lyuk bor ekan. Hozir men lyukdan chiqaman. Ana bo'ldi, o'sha lyukda tugma bor ekan. O'shani bosdim, bu yoqqa kelib qoldim. Bu qaysi o'rin ekan endi? Mayli, qaysi tugmani bosaylik-chi? Nima bu? Tushunmadim nima bo'ldi endi hozir. Mayli o'tamiz. Botda qanaqadir joy ekan, lekin bu dropperga o'xshamayapti. Qanaqadir. Qayerdan o'tish kerak? Mana topdim men. Mana mashdan o'taman endi sekin bu yoqqa o'tamiz. Jonim ozgina chiqib qoldi. Unaqa sakrab yurish kerak emas, shuncha o'tish kerak bo'tdan. Davay suvga. Yes, ana bo'ldi. Shu bo'tda sandiqlar bor ekan, narsa nima bor ekan? Almazik menga kerak. Almazik bizga har doim kerak bo'ladi. Shuncha almazik olamiz. Momentda nima tezlik beradiganmi? Davay ichamiz tezlik beradiganni. Yuguramiz. Uncha tezlik bermadim. Nima bu? Qanaqa joyga kelib qoldim? Mana eng qiziq joyga kelib qoldim do'stlar. Qanaqadir liftlarmi bular? Tushunmayapman deyman, bitta lift. Men tushundim. Hozir sizlarga hammasini ko'rsataman. Bo'lmasa bu dropper emas ekan, oddiy dropper, lekin juda ham chiroyli. Hozir sizlarga men liftdan chiqaylik, qadar qotayotgan g'alati liftdan chiqaylik, sizlarga hammasini ko'rsataman. Odamni skelet ekan bu axir. Hozir chiqamiz deb bu yoqqa. Qanaqa men moddan chiqaman. Mana mashdan ko'rsataman do'stlar. Bo'lmasa mana odamni skeleti. Hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'targani qaranglar, kim qurganikini buni mayli bu yoqqa tushib oldim. Mayli, keyingi o'ringa o'tamiz. Bo'lmasa keyingi o'rin mana shunaqa ekan. Nima bu yozilgani? Xo'p, to'xtinglar. Men tushundim. Umuman hech nimani tushunmadim. Mayli, o'tamiz. Bu lavaga tegish kerak emas shekilli. Pastida qanaqa qilib suvga tushaman? Men tushunmadim do'stlar. Qanaqa qilib lava bo'lsa suvga tushishim kerak. Cho'tda tushishni tushunmayapman. Lava kuymaskanmi deyman do'stlar. To'xtanglar. Momentda nimadir tushunyapman hozir. Momentda krestик 0, botda krestик, botda 0 tushunarli. Sal-pal tushunishni boshlaman. Birinchi lava momentda yoniga tushishim kerak. Tushunasizlarmi do'stlar? O'ta krestик yo 0 degani o'tdan o'tish mumkin. Davay.
No mayli. Bunga hali ko'p abitga kerak bo'lar ekan. Menga 10 ta, menga 5 ta chapga, yana 10 ga nimaga tushunmadim nimaga bunaqa bo'ldi. No mayli chapga chapga и 10 ga, yana chapga, yana 10 ga. To'xtanglar, nimaga bitta joyga sakroman? U yoqqa emas shakar. 10 tomonga emas adashmasam, boshqa tepasiga. Tushundim. Agar ulgursam albatta o'sha yoqqa sakrayman. Bu yoqqa tepa. Yo, nimaga bu yoqqa sakroman? Men tushunmayman, o'rganib qoldim o'sha. Bu yoqqa sakrashim kerak emasman do'stlar, tushunasizlarmi? Mana 3-chi man tepasiga sakrashim kerak. Hali 4-chi bor, 5-chi isu. Davay chapga, 10 ga, chapga. Davay chapga, 10 ga, chapga itib. Nimaga bo'tik sakroman? Ulgurmayapman. Men tushunmayapman shuni do'stlar, ulgurmayapman men rostdan. No mayli, bu yoqqa iltimos bo'l. Nimaga men tushunmayapman do'stlar, nimaga men pastga sakraman? No mayli. Yana bitta o'rinni chiqib ko'ramiz. Davay. Bu yoqqa sakrash kerak emas ekan. Shuni tushunmayapman, lekin men tablichkadan sal-pal tushundim, lekin hali hammasini tushunmadim. Haqqa sakrash mana men o'tdim-ku do'stlar, mana o'tdim. Shunaqa tepasiga sakrab ko'rmoqchiman. Davay chapga, 10 ga, chapga. Do'stlar, nimaga bundan o'tolmayapman? Mayli, oxirgisi ana bo'ldi, suvda o'tib oldim. Slishkom ko'p urinish qildim do'stlar. Shuning sizlarga video yoqmadi, cho'zilib ketmasligi uchun. Bo'ldi, oxirgi drop bermadi bu. Mana oxirgi drop berdi do'xtirlar. Mana oddiy joy bu endi. Bo'pti do'stlar, men hojatxonaga tushaman, bo'pti. Like bosish, universitetdan chiqmasin do'stlar. Bugun sizlar bilan hammamiz eng qiyin dropper o'tdi. Eng qiyin dropper hayotingizda ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosinglar va obuna bosish esdan chiqmasin. Keyingi videoda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.